Shomdan to Makkaga bo'lgan arab hukmdorlari bilan bitimlar tuza olardi. Keyinroq esa Hoshimning ukalari Afrika, Habashiston, Yaman va Hiradagi qabilalar bilan bitim tuzishadi. Aynan o'sha paytda ular Qur'oni Karimda zikr etilgan savdolarni boshlashadi. Qishda Yamanga, yozda esa Shom diyoriga savdo safariga borishardi. Aytishlaricha, Rim imperatori Hoshimga o'ziga kuyov bo'lishlikni taklif qilgan ekan. Shu sababli Hoshim G'azoga ko'chib borgan, o'sha yerda olamdan o'tgan, o'sha yerga dafn etilgan. Shu sababli bu shaharni Hoshim G'azosi deb atashadi. Ammo bu vaqtda Makkada Hoshimning xotini bo'lib, uning farzandlari Nadlat, Ibo Sayfi va Asadni dunyoga keltirgandi. Hoshim Shomga qilgan safarlardan birida Madina shahrida do'sti Hajraj qabilasining sardori Amr ibn Zaydnikida mehmon bo'ladi. O'sha yerda uning qizi Salimaga uylanadi. Salima uning o'g'li Shayba ibn Hoshimni dunyoga keltiradi. Shunday qilib Hoshim G'azoda olamdan o'tadi va shu yerga dafn etiladi. Makkada Hoshimga uzoq vaqt aza tutishadi. Hoshimning o'g'li Shayba voyaga yetguniga qadar onasi bilan birga Yasribda yashaydi. Hoshimning ukasi Mutallib jiyanini izlab Yasribga boradi va uni Makkaga olib keladi.